Amerikaga yana bitta viza chiqdi, ya'ni Green Card vizasi. Instagram ijtimoiy tarmoqda ko'rganman o'sha Green vizani. Kes raqamingiz necha edi aka? Elchixonaga kirishga yaqin biza suhbatga ham tanlab beramiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar bilan Instagram va YouTube sahifalarida ko'rsatib turganimizdan bag'oyatda xursandman. Bugun Amerikaga yana bitta viza chiqdi, ya'ni Green Card vizasi. Bu bilan mijozimizni tabriklaymiz. Bu vizalar bilan bilasizlar, hozirgi kunda har xil holat bo'lyapti elchixonada va Amerika prezidenti o'zgarganligi sababli har xil shov-shuvlar yuribdi. Ya'ni shuni bartaraf qilish maqsadida bugun mijozimiz bilan o'zgacha suhbat o'tkazamiz va shu masalaga o'ylaymizki, qaysidir ma'noda javob beramiz degan o'sha fikrda shu efirimizdan olib boramiz. Mana hozirgi paytda bularga Green Card vizasi chiqdi. Ya'ni bizga keldilar, shartnoma tuzdilar. Keyin mana natijasini ko'rib turibsizlar. Kes raqamingiz necha edi aka? 7481. 7481 ekan. Kes raqamlari bular ham hamma mijozimiz qatori keldilar. O'sha biz bilan shartnoma tuzdilar. Albatta mana xudo xolisa mana rezultatni ko'ryapsizlar. Vizani qo'lga kiritdilar. Endi okajon qarang, bizani ofisimizni o'zi kim sizga tavsiya qildi yoki bizani oldin kuzatib borarmidingiz? Instagram ijtimoiy tarmoqda ko'rganman o'sha Green vizani. Hamma postlarini kuzatib chiqqanman, mijozlar bilan ishlaganlaringni hammasini ko'rib, menga qiziqish paydo bo'lgan. O'shaning uchun keldim, surishtirib, ishonchli topshirsangiz bo'laveradi dokumentlaringizni deyishadi. O'shanga keldim. Mana Xudoga shukr natijasini ko'ryapman. Endi okajon bitta narsa bor, bu narsani aytishim mumkin. Ya'ni mevali daraxtga tosh otiladigan gap bor. Masalan, bar topshirishingizni oldin surishtirgan bo'lsangiz, ba'zi bir kompaniyalar bor. Biz o'zimizga kimnidir konkurent sifatida ko'rmaymiz. Karvon ko'p risk bo'ladi deganda birovga yomonligimiz kelmaydi, lekin afsuski shunaqa bor negativchi, qo'shimcha firmalar bor. O'shalarni ham bari eshitgandirsiz, shu narsa fikringizni o'zgartirishga sababchi bo'ldimi yo'qmi orada, shuni ham aytib o'tsangiz. Endi bo'ladi aka, bu narsa bo'ladi. Avvalambor o'zini odam fikri bilan qabul qilish kerak. Men o'sha o'zimning fikrim bilan qabul qilib, o'sha yerga grant vizaga keldim. Hamma hujjatlarimni topshirdim. Mana natijasini ko'ryapman. Xo'p, qarang, bizda xizmatni yo'lga qo'yganmiz, ya'ni hamma hujjatlaringiz tahqiq bo'lgandan keyin, yuborilgandan keyin elchixonaga kirishga yaqin biz suhbatga ham tanlab beramiz. Albatta bu suhbatga tayyorlash 3 kun bo'lgani uchun kimdirlar masalan, men o'zim o'tib ketaman yoki unaqa degan fikr bo'ladi, lekin bu narsa foydali tarafi bari inson kirganda hattoki tug'ilgan yilini ham adashtirib aytib mumkin. To'g'ri. Chunki Amerika muhiti bo'ladi. Shu sizga qanaqa yordam bo'ldi? Suhbatga o'zi tayyorlanishingiz kerakmidi yoki siz bilgan narsalar tushdimi? O'sha suhbatga tayyorgarlik ko'rishdi. Mana shu narsalarga ro'para kelib borishingiz mumkin savol-javoblarda deyishdi. Haqiqatan shu narsa bo'ldi. Shu narsalarga savol-javobga tayyor turdim. Mana Xudoga shukr, qiyinchilik bo'lmadi. O'shanga tayyorgarlik ko'rib bordik. Mana natijasini ko'rdik. Bizani kompaniyani tanlagan uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Endi xolisona fikringizni aytadigan bo'lsangiz, to'g'ri, masalan, har qanday kompaniyada muvaffaqiyatga yarasha kamchilik ham bo'lishi mumkin. O'zingizni xolisona fikringizni aytadigan bo'lsangiz, mana xudo xohlasa may oyidagi YouTube egalariga siz bizani kompaniyani yoki qaysi kompaniyani tavsiya qilgan bo'lardingiz? Men avvalambor o'sha hammaga tavsiya qiladiganim Green vizani o'zim fikrim bo'yicha. Ya'ni o'zlari bilishadi, Green vizaga kelsalar hamma ishlari bitadi. Hech qanaqangi ovoragarchilik bo'lmaydi. Hammasi o'sha o'zlarini o'ylagandek, hammasi sifatli bo'lib, xudoolasa bitadi degan umiddamanki. Fikrlar uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Keyingi savolim o'zi elchixonada qanaqa intervyu bo'ldi? Albatta sizdan keyin kiradigan mijozlarimiz ham bor yoki boshqa kompaniyadan kirishadimi? Shu sababdan kimgadir qaysidir ma'noda yaxshiligingiz bo'lishi mumkin, shu narsa ham bo'ladi. Baribir odam hayajonda bo'ladi. Ko'proq nimaga e'tibor berish kerak? Avvalambor aka o'zini erkin tutish kerak. O'sha oddiy savollar, hammasi sodda savollar. O'zingiz haqingizda mamnunman. O'sha tug'ilgan yilingiz, o'shani so'raydi. Shahodatnomangizni, keyin o'sha qaysi yil maktabga bitirgansiz, hammasi sodda savollar. O'shanga hammasini o'sha hayajonlarni yo'qotib, tayyorgarlik ko'rish kerak deb o'ylayman. To'g'ri, gapingizga men ham qo'shilaman. Deylik masalan, hujjatingizda qanaqadir kamchilik his qilsangiz yoki bu qilsangiz, u narsaga baribir elchixona hal qiladi. Misol uchun-da. To'g'ri. Sizda masalan hech qanaqa kamchilik bo'lgan yo'q, hujjat taraflari hammasi mukammal bo'ldi. Masalan, endi bir xil xato qilib to'ldirib qo'ygan bo'lishi mumkin, green kartasini boshida to'ldirayotganda, o'shanda ruhiy tushkunlikka tushadi. Bu ruhiy tushkunlikka tushishini sababi ham ma'lum bir ochilgan gruppalarda, kanallarda
boshqa bir insonlarni bizada mana bunaqa sabab отказ berdi degan fikrni o'qib ruhiy o'zini tushkunlikka tushirib qo'yadi va elchixonaga kirgandan keyin bu holat konsulda shubhali bo'lganligi uchun unga отказ berishi mumkin. Endi o'zimizda bo'lgan qaysidir ma'noda detalniy ошибка bo'lgan klientlarda ham masalan o'sha harfda xatosi bo'lgan klientlarda ham ya'ni olgan holati bo'lganda, ya'ni unaqa ruhiy bosim bo'lmagan. O'shaning uchun baribir men dokumentingiz zo'r bo'lsa ham elchixona отказ urib berishi mumkin. Chunki bu albatta xato bo'ladimi, to'g'ri bo'ladimi elchixonaga bog'liq holat. Muhimi aka, o'sha elchixonada suhbatlashganda samimiy bo'lib turish kerak. Odam hayajonini bildirmaslik kerak. Hamisha o'sha samimiy javob qaytarib, o'sha hamma yoqqa savol-javobga tayyor turish kerak. O'shanda yo'llari yana ham ochiladi. Xo'p, Amerikaga borib xudo xolisa nima ishlar qilmoqchisiz endi? Xudo xolasa rizq xayrasi. Xo'p, oila qurmagansiz? Yo'q. Xudo xolisa endi balkim Amerikadadir, balkim bu yerdadir, endi mabodo yordam kerak bo'lsa bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Masalan, Amerikada bo'lib o'tadigan hayotingizga, yangi hayotingizga shu muvaffaqiyatli tilaymiz. Endi balki u yerda o'qishingizni davom ettirarsiz, qanaqadir oliygohlarga kirarsiz. Sizga omad yor bo'lsin, har doim Grant Visa jamoasi doim siz bilan bemalol nimadir savol bo'lsa yoki qanday tanish kerak bo'lsa, u bilan ta'minlab berishimiz mumkin. Xudo xohlasa endi bizda hozirgi paytda vizalar chiqishi davom etyapti. Kelgusi efirlarimizda yana vizalar bilan o'zimizni sizlarni tanishtirib o'tamiz. Amerika, Yevropa, undan tashqari Kanada davlatlariga ham vizalar chiqishni boshlagan. Xudo xohlasa bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Ofisimiz Toshkent shahar, Yunusobod tumani, Orient Business Center'da 9-qavatida 10 dan 6 gacha, dushanbadan shanbagacha ishlaymiz. Bemalol kelib murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Keyingi efirlarda ko'rishguncha xayr deymiz.